Assalomu alaykum obunachilar. Shaftoli boqilishda hozir butun dunyodan ko'chat sotib olsalar ham Yevropalardan, Turkiyadan ham kelayotgan ko'chatlar aynan mana shu payvantayda kelyapti. Bu Garnem payvantay bo'ladi. Biz ham hozir shunda ko'chat qilishga o'tganmiz. Bu laboratoriya, in vitro laboratoriyada yetishtiriladi. Olib kelib bir donasi ham $1 atrofida turadi. Sekin astalik bilan o'tyapmiz. Hozirda bizda 125 ming dona yana zakaz qilganmiz o'rtoqlar. Yaqin kunlarda kelib qoladi. Ekamiz, u jarayonda ham qo'yamiz. Bu yil ham zakazlar olyapmiz. Garnem payvantayda yonidan mana shunaqa chiqaradi. Bunga o'xshab buni chiqarib olib tashlaymizda faqat ulanganlari qoladi xolos mana. E'tibor bersalaring, payvantayligi Garnem payvantayda 100% ishonchli. Sortlariga ham keladigan bo'lsak, obunachilar eng zamonaviy navlar, istiqbolli, eng zamonaviy navlardagi ko'chatlar. Ayrim bo'lsa nomlarini ham daji ayta olmaymiz o'rtoqlar. O'ziga yarasha sabablari bor. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, hozirdan Garnem payvantayda ko'chatlarni bizdan xarid qilishlari mumkin. Sog' bo'linglar, videoga like bosib. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Chet eldan ko'chat sotib olsalaring, mashina holatda ko'chat keladi. Bo'ylari ham xuddi shunchalik. Biz sizlarga katta ko'chat qilib yetishtirib beramiz. Bu yilga ham zakazlarni olyapmiz, chunki bizda hozir 125 ming dona Garnem payvantayi bor. Eng zamonaviy navlar payvand qilamiz. Agar o'zlaringda payvand qilishga kaltaylaring, sortlaring bo'lsa, olib kelsalaring ham payvand qilib beramiz. Sog' bo'linglar.